Mayizning foydali xususiyatlari. Energiya manbai. Mayiz tarkibida tabiiy shakar, fruktoza va glyukoza ko'p bo'lganligi uchun tez energiya beradi. Sportchilar va jismoniy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar uchun ayni muddao. Qavziyatga qarshi. Mayiz tarkibida tola ko'p bo'lib, ichaklarni tozalaydi va qavziyatni oldini oladi. Temir moddasiga boy. Anemiyasi, ya'ni kamqonlik bor odamlar uchun foydali. Mayiz tarkibidagi temir qon ishlab chiqarishda yordam beradi. Suyaklar uchun foydali. Mayiz tarkibida kalsiy va bor moddalar mavjud bo'lib, suyaklarning mustahkamligini ta'minlaydi. Immunitetni mustahkamlaydi. Mayiz tarkibida vitaminlar va minerallar immunitet tizimini mustahkamlaydi. Ko'z salomatligi. Mayiz tarkibida A vitamini ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi va ko'z kasalliklarini oldini oladi. Qon bosimini normallashtiradi. Mayiz tarkibida kaliy mavjud bo'lib, qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Og'iz bo'shlig'i salomatligi. Mayiz tarkibidagi og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarni kamaytiradi va tish emalining sog'lom bo'lishiga yordam beradi.